Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi vəqfisi Şərq Türkistan davasının mühim simvol xarakterlik şəxslərdən biri General Mehmet Rıza Bekin Paşa'nın vafat bolğanlığının 16 yıllık münasibati bilan maxsus bayonot e'lon qilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi vəqfisining bayonotiда mundaq deyilgan. Şərq Türkistan davasının mühim simvol xarakterlik şəxslərdən biri General Mehmet Rıza Bekin Paşa Şərq Türkistan vəqfisining sobiq raisi və Şərq Türkistan mustaqillik kurashining boshlamchisi. Yüzlеген Uyghur o'quvchilarining Turkiyada oliy ma'rif ilishiga sharoit hozirlagan edi. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultiyi vəqfisi və Uyghur muhacirati General Mehmet Rıza Bekin Paşa'nın vafatının 16 yıllıqida onu xatirlaymiz. Şərq Türkistan davasının rəhbərlərindən biri bolğan Mehmet Rıza Bekin Paşa 1925 yılı Şərq Türkistanның Xotan şəhərində tug'ilgan. 8 yaşında ailesi bilan Kashmir orqali Afg'onistonga ko'chib kelgan. U Afg'onistonda inglizcha va farscha tillarni o'rgangan. Qaynotasi, qo'mondan, tarixchi, yozuvchi va faoliyatchi Mehmet Emin Bug'roning tirishchanligi va Turkiyaning Kobuldagi bosh elchisi Mamduh Shavkat Esendalning qo'llashi bilan 1937 yili harbiy o'quvchi sifatida Turkiyaga kelgan va 2010 yili vafot bo'lguncha Turkiyada turgan. U 1946 yili harbiy akademiyani bitkizgandan keyin Zambirakchi maktabida tarbiyalangan va Turkiya qurolli kuchlarida xizmat qilishga boshlagan. Mehmet Rıza Bekin 1-Türk brigadasining Zambirakchilar batalyoni leytenanti sifatida Koreya urushiga qatnashgan. Koreya urushi oxirlashgandan keyin u Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan veteran medali va munavvar xizmat medali bilan mukofotlangan. U yana Turkiya qurolli kuchlari ichidagi har xil qism va rollarda xizmat qilib, Turkiyaning Irondagi harbiy elchisi bo'lgan. U 1965 yili Turkiyaning urush akademiyasini bitkizib, shtab ofitseri bo'lgan. 1973 yili brigada generalligiga o'stirilgan Bekin, Sentoning harbiy planlash bosh shtabining muavin bosh shtab boshlig'i, keyin planlash bo'limining boshlig'i bo'lgan. 1977 yili Turkiya qurolli kuchlaridan pensiyaga chiqqandan keyin 1986 yilgacha bosh ministerlikda mutaxassis bo'lib ishlagan. 1986 yili xizmatlardan ayrilib, Turkiyada 1978 yili qurilgan Şərq Türkistan vəqfisining raisi bo'lib saylangan. Raislik vazifasini o'tagan mezgilida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining talabi va ayni vaqtdagi bosh shtab boshlig'i General Najib Toromtayning taklifi bilan Afg'oniston qilingan insonparvarlik va iqtisodiy yordam programmasining bir qismi sifatida Pokistonda qurilgan mina bayqash va tozalash mashq markazining boshlig'i bo'lgan. U Şərq Türkistanning dunyo miqyosidagi faoliyatlarini bir markaz ostida birlashtirish uchun Şərq Türkistan milliy markazini qurishga rahbarlik qilgan. U bu vaqtda xabardorlikni oshirish uchun xalqaro Şərq Türkistan muzokara yig'ini uyushtirgan. U 2010 yili vafot bo'lguncha Şərq Türkistan vəqfisining raisi bo'lgan. U o'zining aslimlarini yozib, kitob qilib nashr qilgan. 2010 yili 16 fevral kuni vafot bo'lgan General Mehmet Rıza Bekin Anqaradagi Karshiyaka g'ozilar qabristonligiga dafn qilingan. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultiyi vəqfisi və Uyghur muhacirati General Mehmet Rıza Bekin Paşa'nın vafatının 16 yıllıqida onu xatirlaymiz. Şərq Türkistan davası muqaddas davadır. Aziz milletimiz bu davaga ko'ngil bergan və hayatını atagan barlıq fidokorlarni mengu unutmaydi. Onun qabrisi nurga to'lsin, makoni jannat bo'lsin. Shundaqla Allah bu davaning qolgan sodiq kishilarga uzun ömür və salomatlik bersin. Xitoy hukumati Şərq Türkistondagi inson qalbidan chiqqan vahshiyona qirg'inchilikni ko'kka ko'tarib, mustabidlik, rayondagi yuqori texnikalik zulm va davlat terrorligini tarixiy qonuniyat sifatida oqlamoqchi bo'lgan. Mushu ayning 16 kuni Xitoyning tashviqot suplari bo'lgan kuzatuvchi to'rida G'arbiy yurt qo'riqchi beshi taxallusidagi bir Xitoy shovinist 2 minutlik zarba berish oldini olish kontrol qilish sistemasi degan temada bir maqola e'lon qilib, Xitoy hukumati Şərq Türkistondagi inson qalbidan chiqqan vahshiyona qirg'inchilikni ko'kka ko'tarib, mustabidlik, rayondagi yuqori texnikalik zulm va davlat terrorligini tarixiy qonuniyat sifatida oqlamoqchi bo'lgan. Mazkur Xitoy yo'q qilish,
qirg'inchilik, mustamlikachilik va davlat terrorlik orqali bostirish va ovozni bo'g'ishni dunyodagi ilg'or andiza deb pardozlab, 2017-yili Gomida yuz bergan bir voqeani tilga ilib, soqchilar 1 minut ichida yetib berib, naq maydonda 3 gumondorni etib o'ldirdi. Bu bir muvaffaqiyat deb jar solgan. Adolatning o'lchami hech bir zaman tezlik bilan emas, balki qonuniy tartib va odillikdir. Mazkur shovinist Xitoy maqtagan bu sekundlik o'ltirish jarayoni o'pochoq bir qirg'inchilik va Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi mustamlikachilik siyosatini mustahkamlash uchun Xitoy soqchilariga xohlaganini tutish, xohlaganini etib o'ltirish uchun ham sotchi, ham jazo ijro qilguvchi huquqini berib, so'zsiz va qonuniy tartibsiz jazolashni normal ahvolga aylantirish va davlatning mutlaq zo'ravonligini qonunlashtirishga uringanligidan boshqa narsa emas. Mazkur Xitoy yana Xitoy soqchilarining Sharq Turkistondagi 1 minutlik inkas tezligini London soqchilarining 2017-yildagi 8 minutlik inkas bilan silishtirib, g'arb ellarining voqea bartaraf qilish iqtidorini ojiz deb tasvirlab, G'ulji shahrida shahar bo'yicha to'rlashgan 43 soqchi punkti va 23 turaqliq nazorat nuqtasining borligini misolga olgan va bu orqali Xitoyning Sharq Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirganligini natija deb tasvirlagan. Bu Xitoy maqolasida Xitoy hukumatining xalqning shaxsiy uchurlarini kontrol qilish va nazorat qilishini, tor bo'shliqini boshqarish, qattiq va unumli nazorat qilish deb tilga olgan bo'lib, Xitoyning torda umumyuzlik jamoat fikrini nazorat qilish, ochiqlik so'zlarni aniqlash va supalar aro iz qo'g'lash mexanizmini o'rnatganligini, o'qitish fikr, ideya va uchurlarni tarqitish alomatlari bayqalgan soqchi organlarining qarshi nishonlarini tez aniqlab zarba berdiganligini natija deb tasvirlab, Xitoyning diktatorlik va davlat terrorlik siyosatini 3-dunyo ellariga eksport qilishini, dunyoning terrorlikqa qarshi turishni boshqarish uchun o'rganishga bo'ladigan atalmish jungoch hal qilish chorasi bilan ta'minladi deganini ta'kidlagan. Bu haqda kuzatuvchilar Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yurgizgan insonlikdan chiqqan bu vahshiyona jinoyatning natija deb tasvirlanganligi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatidan hech qanday nomus qilmaydiganligini va feodal qulchilik ideyasi qiniga singib ketgan bir jamiyatning mangu o'zgarmaydiganligini bildiradi. Bu maqolamo naq shu xil ideyaning natijasi, zamonaviy qonun va soqchining vazifasi jamiyatning tartibini qo'g'dash va gumondorlarni tutib qonun oldida hisob berishga topshirish. Hargizmi xohlagancha kishilarni etib o'ltirish emas, bu faqat Xitoyning davlat terrorligi va mutlaq zo'ravonlik orqali hukmronlik qilganligini isbotlaydi deganlarni o'ttirib qo'yishgan. Stuttgartlik kino ishlagichi donglik rejissor Franz Bohmning Uyg'urlarni tema qilgan Sukutni saqla kinofilmining suratga ilinishi tamomlangan. Germaniyaning Stuttgart gazetining xabarida bildirilishicha, Stuttgartlik kino ishlagichi donglik rejissor Franz Bohmning Uyg'urlarni tema qilgan Sukutni saqla kinofilmining suratga ilinishi tamomlangan. Angliya Akademiyasi kino mukofoti, Angliya Oskar mukofotiga erishgan yosh rejissor Franz Bohmning yangi filmining ssenariysi Uyg'urlarni bosh tema qilgan va haqiqiy voqealardan ilhom olgan film ekan. Bu filmda Uyg'urlarning uchrayotgan zulmi, atalmish qayta tarbiyalash lagerlari va u lagerlarga qamalgan bir mahbusning qochishi va muxbirlarning voqeani tekshirish jarayoni qatorliqlari so'zlanadigan bo'lib, mazkur filmning ssenariyasini Myunxenda yashaydigan Uyg'ur film ishlagichi Zuli Qurbon birlikda yozgan va Franz Bohm bilan birlikda rejissorlik qilmoqda ekan. Stuttgart gazetining bildirishicha, Sukutni saqla filmi alayda cho'ng xalqaro film turi va bu film bir qancha cho'ng televiziya stansiyalarini o'z ichiga olgan Germaniya, Avstriya, Shvetsiya birlikda ishlab chiqarilgan kinofilm bo'lib, bu film kinoxonalarda qo'yilishdan burun maxsus faoliyatda tunji qo'yilish planlangan. Franz Bohm film to'g'risida Stuttgart gazetiga bildirishicha, bu filmning jalb qilarlik hikoyasi va esil personajlari bor. Siyosiy qo'rqinchli film bo'lganligiga ishonaman. Mazkur filmda Amerikalik Uyg'ur artisti Bahargul Basko va Parijda yashaydigan Cannes mukofotiga erishguchi donglik artist Zar Amir bosh rol olgan. Mazkur gazet yana Germaniyada Uyg'ur jamoatining kengayotganligini, bu film uchun Uyg'ur jamoatining qo'llashining ajoyib kuchli bo'lganligini va Xitoy Uyg'urlarni lagerlarga solash uchun hiyla-mikrlar bilan Xitoy qaytarayotganligini ta'kidlab, Xitoy chet eldagi kishilarga osonlik besim ishlatib tahdid sola oladi deganlarni yozgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.
Xeyr xoş.